Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Bugun Futbol Plus Talk shousi biroz kech boshlandi. Meni sharofatim bilan. Xush kelibsizlar Jamol aka, Xayrul aka. Assalomu alaykum. Kech qolish sharofat degan so'z bilan yonma-yon keladi. Ha, endi u sharofatga yaqin kech qolishdi. Sababi bilan-da. Hali tashrif etdik deydi-ku, bilasizmi ko'pincha? Yo'q, shunaqa ham dedim. Yo'q, ko'pchilik o'zi intervyularda ham boshqada ham biz tashrif etgandik. Tashrif u sharaflantirdi bo'ladi. Ha. Bir joyi Sharafli odamlarga nisbatan. Hech lavozim bilan ham to'g'ri kelmaydi-da. Lavozimni o'zi aslida sharaflantirmaydi-yu. Shuni noto'g'ri. Tashrif etdikmi, tashrif qildik. Siz ham hozir shunga yaqinlashibsizda. Ha. Meniki shunaqa yaqinroq edi. Povod paydo bo'lib qoldi, kech keldingiz, gapirib oling. Gapiring. Har doim ham kech kelib yuribmanmi? To'g'ri. Siz umuman kelmay qo'ya qolasiz-ku. Men endi oldin ogohlantiraman. Kostaydi. Oramizda eng punktualni odam Jamol aka. Doim. Bugun ham bitta joyga bordim-da. Oxir paytda harakat qilyapman. Baribir Kech qolishganmi? Yo'q, kech qolishga harakat qilaman-da. Chunki kelishilgan hech qachon kelishilgan vaqtda boshlanmaydi, kelishilgan joyga kelishilgan vaqtda hech qachon kelmaydi hech kim. Ha, siz kutgan odam. Ha. Men maksimalni kech qolishga harakat qilyapman. O'sha maksimalni kech qolishga harakat qilib borsam ham 15 minut oldin boraman-da. Ha. 10 minut oldin boraman. Aksiga oldi. Undan keyin u odamning kechib kelishi bilan 10 minut 15 minut, yarim soatga yarim soatga. Ya har safar asabiylashadi. Ular teskarisi eplolmaydi vohlik. Kutayotgan odamga daqiqa soat bo'ladi. Lekin vaqtida bora olmaydigan odamlar toifasi ko'proq sizga o'xshaganligi. Juda ko'p. Bunaqa iploslar juda ko'p. Menimcha mendan boshqa hamma Uyni ham uy qilib etdi, bilsizmi? Hozir yer sharining yarim aholisi iplosga aylansa. Yo'q, undan ko'p. Aniq undan ko'p. Siz O'zbekistonda aniq undan ko'p. Yon atrofingizda tanishlaringiz 70% shunaqa ekan. 99%. Qanchalik jahli chiqqani bilsizmi? Men-ku kulib gapirdim. Bu plastik. Xo'p. Nima bo'pti endi? Nima bo'ldi plas bo'lsam? Aksiga olib o'sha paytda yo'lingizda ham probka bo'lmaydi. Kechroq borishga harakat qilasiz. Baribir probkalarni ham hisobga olib chiqaman-da. Ya o'zi odamlar misol uchun bunaqa narsa bo'lgan. Bitta muzikalnikda o'qigan odam, o'qiganda endi notani biladi, hamma tomonni biladi. Bittasi narada qo'shiq aytib turibdi. Xayrilla deydi, "Hansam shu bor-ku" deydi. Ozod Nazarbekov kimdir ashyosi aytib turibdi-da, minusini. Men shunaqa buza olmayman dedi. Harakat qilsam ham buza olmayman, chunki o'qiganman dedi. Misol, men ham endi shoir bo'lmasam, bir xil she'rlar o'qib, odamlar yozadi-ku. Bo'g'ilni chiqib ketgan bo'lib, shuni yoza olmayman-da. Tartibini bilganligim uchun Jamol ham punktuallik masalasida o'qigan-da. Rostdan bir kun o'lsam, agar mendan oldin o'lib ketmasanglar, qanaqa odam edi desa, qolganini bilmadik, lekin rostdan ham punktuallik. Hatto o'limga ham 10 daqiqa oldin keldi deymiz. Astag'firullah. To'g'ri. Men lekin 1 soat oldin Jamol akam telefon qilib ogohlantirgan. Men o'sha paytda chiqib bo'ldim-da, ko'rdingiz, siz hali qayerdadir yuribsiz. Men o'sha ko'chaga chiqib bo'ldim. Efir rasvas chiqdi. Ya